Alloh taolo zino qilmanglar demayapti. Zinoga yaqinlashmanglar degan. Agar kim ilmsizlik qilib tavba qilaylik hammamiz. Zinoga boradigan bo'lsangiz, birodar, birinchi pushtingizni buzasiz. Ikkinchi, avloda ajdodingizni buzasiz. Uchinchi, agar Alloh taolo o'zi saqlasin avvalo, o'shan tevasida o'lib qoladigan bo'lsangiz, juda qattiq xunuk narsalar kutyapti. Qanday ma'noda? Qiyomat kuni Alloh taolo o'rtaga qo'yib turib, kim bilan necha marta qancha zino qilgansiz, hammasini yelkangizga o'tkazadi. Uni farjidan oqqan narsani ichib turasiz, avlodda ajdodingiz o'rtasida. Lekin qalbdan bandamiz, qalbdan yurakdan bir marta tavba bilan Alloh taolo kechib olsa o'ziga oson. Shunaqa yomon biz O'zbekistonimizga, bunaqa yangi O'zbekistonimizga tushgan hududlardan bittasi zino, fahish ishlar. Ularga juda qattiq ehtiyot bo'laylik.